maymunlarning kimsini qilib, model qilib yaxshi ishlab chiqadi. Shuni endi biz adamga ko'chirish. Doktor Shuhrat Mutallibning bu qitimqi bo'sish xarakterlik bayqishining eng yuqori ilmiy qimmatga ega yeri va kishini eng xushal qildig'ini maymunning teri hujayrasidan yetildirgan to'ralma va to'ralma qo'l hujayrasida shu teri hujayrasini ta'minlagan maymunning irsiy alohidaligi 100% aks ettirilganligi uchun bu to'ralma qo'l hujayrasini shu maymunga ko'chirganda maymunning badanida yaklash alomati ko'rilmagan. Hamda u to'ralma qo'l hujayralar maymunning kasalga giribdor bo'lgan yoki zaxmiga uchragan a'zolardagi hujayraning o'rnini elib, shu kasalga giribdor bo'lgan a'zolarning iqtidorini asliga keltirgan. Natijada maymunning badanida mavjud bo'lgan kasallarda butunlay saqayish mumkinchiligi paydo bo'lgan. Maymun odamga eng yaqin bo'lgan hayvonlarning biri bo'lganligi va bu texnika odam badanida cho'qim muvaffaqiyatli bo'lish ehtimolligi bo'lganligi uchun tadqiqotchilar bu bo'sish xarakterlik tadqiqot temasi saqaymas kasalga giribdor bo'lgan nurg'un bemorlarga zo'r umidlarni ilib kelishi mumkin deb qarmoqda. Dünya bo'yicha tabiiy fan sohasidagi eng nufuzli jurnal deb qaraladigan Angliya tabiat jurnalida doktor Shuhrat Mutallibning g'o'l hujayra tadqiqotidagi bo'sish xarakterlik ilmiy maqolasi e'lon qilingandan keyin dunyo tabiiy fan sohasida zo'r zilzila paydo qildi. Bu texnologiya chiqarishni hozir o'sha nurg'un odamniki og'riqlari bor, u og'riqlarga hozir hech qanday dori yo'q. Bu og'riqlar, shu Parkinson degan bir og'riqlar bor, undan diabet degan og'riqlar. Buningga hech nima yo'qda, dorilar bor, kichkina shu insulin yetmasa, shu insulinni qo'shib beradigan. Biroq odamniki o'ziniki insulin chiqaradigan nimalari, hujayratlari qolmaganda, shu angashqa biz odamniki o'ziniki, shu terisiniki hujayratni elib, buni shu insulin chiqaradigan hujayrat qilib salsak, vaqtda bu odam saqiydi-da, doğru kerak emas, kundalik insulinni nimqmaydi. Taxminan qancha vaqtda 5-10 yilda amalga oshish mumkin bu? Nurg'un boshqa og'riqlar yaqinroqdir shu Parkinson deydi, buni diabet deydi, shuni bir 5-10 yilning ichida uningga yasab chiqaramiz. Boshqa bir og'riqlar bor, ular uzoqroq bo'lamdi. Buni bir nurg'un o'kunda aytdim sizga, shu odamning qiyig'ini degini, shu bizniki hujayratimiz nimsi qolmaganda shundaq. Shu angashqa bu qiyig'anni qanday to'xtatamiz deganda, shu g'o'l hujayrat to'xtatiladi. Hozir shundaq texnologiya shundaq ildam nima qilyapti, angashqa kim bildi? Kim bildi, undan nimaroq bo'lamdi? Tezroq bo'lamdi deganlarimda. Doktor Shuhrat Mutallibning klon texnikasida muhim o'rin tutadigan g'o'l hujayra tadqiqotidagi yangi natijasi Avstraliyada ochilgan g'o'l hujayra tadqiqoti xalqaro ilmiy jamiyatining 5-navbatlik yig'inida tadqiqotchilar orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Navbatda doktor Shuhrat Mutallib yana tabiat jurnali va g'o'l hujayra qatorliq dunyoga donliq ilm-fan jurnallarining muharrirlik vazifasini o'tamoqda. Şinjan Üniversitesi'ndeki muallimler bilen, profesörler bilen görüşüp qadak nime research kıvat kıdı bir yerde. Onun için balla yaman kızıqıdı, bana nurgun e-mail yazdı. Bugün köydüğünüzde mi şunu soraklarını? Şu işte nim kıvan diken meşede bir tipi bir proyektler işletsek dep nimem var. Şu hazır bir şey söylüşüyatımız. Illiq, baxtiyor oila turmushi kasbda natija qozonishning muhim to'rigi. Shuhrat Mutallibning hozir Nargiz va Odiljondan iborat 2 o'moq ham aqlli farzandi bor. Uning ayoli Gulnur xonimmi kasbda izchil uni qo'llab, rag'batlantirib kelmoqda. Doktor Shuhrat Mutallibga o'xshash ilm-fan sohasida bo'sish xarakterlik natijalarni qo'lga keltirib, dunyo ilm-fan osmonda cho'lpon yulduzdak chaqnagan bir katta olimning bu qitim Xinjiang universitetiga kelib, ilmiy leksiya so'zlaganligi avtonom rayonimizning fan texnika ishlarini ilgari surishda ijobiy rol o'ynab qolmay, yana o'z navbatida avtonom rayonimizdagi bilim-xumor yoshlarning xalqaro saviyadagi uchurlarga erishib, o'rganishga bo'lgan qizg'inligini oshirishda turkilik rol o'ynaydi. Biz bu yosh olimning tadqiqot ishlariga nusrat, turmushiga baxt tilaymiz.
Qadrli do'stlar, bugungi programmamiz mushu yerda oxirlashdi. Sizlarni iqtisodiy jihatdan yetaklash va qo'llanishchan uchurlar bilan ta'minlash bizning maqsadimiz. Iqtisod programmamizning keyingi sonlarida ko'rishaylik. Xayr xo'sh.